Assalomu alaykum hurmatli Botirali Yotepa kanalining a'zolari, chorvador akalarimiz. Bugungi videomiz esa bitta moli bor yoki moli yo'q odamga ham men sizlarga foydali video qo'ymayman. Ya'ni mana shu yerda akamiz bir kunda 20 ming 21 ming so'm rasxod bilan ratsion bilan shu yerda 11 dona jaydardi. Buni berdi. Zotdor, gibrid, hamda greyfrut, alukon bu qadar boqishadi ekan. Akamizdan to'liq ma'lumotni olib beramiz. Akalar videoga bittadan like bosib, kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib turasizlar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Keling Otabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchasizmi aka, kimsiz? Mana shu akamiz Otabek aka. Behqon akamiz. Obunachilar hammalaringga O'zingizdan yortibdasiz? Ha, men ham yortibman. Aka, kuzatuvchilarga qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Xo'p, bu qadar qanchadan oldingiz? 20 milliondan oldim. 20 milliondan necha oy bo'ldi? 3 oy. 3 oycha bo'lib qoldi. Xo'p, bularga bir kunlik rasxodi qancha tushyapti? Nima beryapsiz? Hozir ideal ko'rinib o'tgandan bor, 20 mingdan Yeyapti. yeyapti. Bir kunda 20 ming so'm. Siz o'zingiz bosgansiz, shuni hisobiga savol tushadi ya. Siz ideal ko'rin bilan 20 ming. Siz bir kunda necha kilo ideal ko'rin yeyapti? Hozir 2 kilo yeydi, bitta. Ertaman bir kilo, kechqurun bir kilo. Ha, 2 kilo. Yaxshi, hozirgi kunda aka bu borib patologiya 30 mingga chiqadi baribir. Ha. Chunki qo'shilib ves qo'shyapti, qo'shib borasiz, ularni buzoq-ku. Kunlik ves qo'shib osgan sari, mana oyiga qo'shasiz barigimdan. Xo'p, yaxshi, gapni yo'la qolib bular aka nimaga oldingi suv qo'yapti? Suv qo'yishsa bo'ladimi qish kunida? Ha, suvda endi oldida turish kerak ekan. Xohlaganda o'tini yeb, xohlaganda suvini ichish kerak ekan. Ha, siz xohlaganda emas-ku, mol o'zi xohlaganda. Ha, men xohlaganda emas, o'zi xohlaganda ichadi. Yaxshi. Oziqa ham shunaqa. Ha, oziqa oldida turadi. Ha, bizda zo'r gaplar bor, ko'pchilik tavsiya qilishadi. Tuzatish kerak uni. Ana ha, molni yemay qolsa qantarish kerak, unaqa, bunaqa og'irini. Masalan, ko'pchilik hozir ko'ryapti-da, "Ha, bu ratsioning bo'lmabdi, bu moling yeyapti-ku" deydi. Chunki tushunmaydiki, buni kechgacha yevarishligini. Ha, u kechgacha yeydi buni. Bizda shunday bir menini o'rnab qo'yganki, mollar qarangda, Otabek. Shuni soldingiz, 1 soatdan keyin yana qo'yish kerak oxirida. Bu qanchalik to'g'ri? Bundaqa bo'lmas ekan. Bo'lmaydi. Oldin bu ideal ko'rinib o'tishdan oldin shunaqa qilib boqqanman. Effekti Kechqurun yo'q, yotgan bo'lsan shuni eshikdan kirib ketsangiz parvoz o'rnida turadi. Hozir bular yotadi. Oldiga kirib aylanib yursangizdan parvoz etmaydi, yotadi. Qilib mana yotibdi ekan. Mana yotibdi. Lekin bular qoni och bo'lib, eski stilda boqqangiz bilan turib ham bo'ladi. Ha, hozir odam kirishi bilan turadi. Mol shunaqangi narsa-da. Katta oshqozon bo'shashi bilan turib oladi-da. Siz oldiga berganingiz katta oshqozon to'yilmagan bu. Ha, To'yib bera olmagansiz-da. Necha kun bo'ldi o'tkazgan ratsionga? 9 kun bo'ldi. Qana bo'lyapti? Sizda bir rezultat qana bo'lyapti? Ya mana o'zi sezildi 9 kunda. 9 kunda sezildi. Endi 100% bunga o'tganimga 1 kun bo'ldi. Va, 1 kun bo'ldi. Lekin ha, bosqich o'tgansiz. Ha, yarim kilodan berib bir hafta yarim kilodan berib 8 kun. Endi kechadan xudo xolasa 1 kilodan o'tdi endi. Aka, nimaga biz salapam bilan surat tashlamadingiz? Sovqotmayaptimi? Yo'q, mol sovqotmas ekan. Endi ko'pchilik sovqotadi, bu mol sovuq ketadi deyveradi ko'pchilik. Yo'q. Fonni to'ssangiz gazlanib mol deyishadi bularga. Keyin odam kirganda ko'z ochdi nima bo'larga. Hid o'rnar ekanda, tingan. Misol hozir bemalol kiyib nima qilaveramiz? Qishloqqa ham borsam xat yo'q-da. Yangi kiyimdan kelaverasiz. Ha, yangi kiyimdan bemalol kiraveramiz. Men ham hozir mana shu yangi kiyimim. Endi hozir men ham bozorga kiradigan bo'lsam, bugun bozor kirib ketaveraman. Ha, bemalol. Lekin salapam bilan o'ragan molxonaga kirib turib, bitta mashinaga chiqqani ham odam hijolat qilasiz-da. Shuning uchun ochib turibdi, mol sovqotayotgani yo'q. Sovqotgani misol uchun erta magazinga jo'nadi, jo'natib ketishga bo'lib dilimda bu bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q. Molxona aka mutaxassislar aytayaptiki, -5 gradusga sovqotmas ekan molni. Molxona ichida -5 gradus bo'lsa, hozir go'ngi muzlamasa, lekin bu yerda biz hozir go'ngi muzlaydigan sharoit yo'q. Chunki ko'p joyda skvozda bo'lsa bo'ldi molxona. Skvozda yo'q. Agar mana ochganingizda bekitib, agar mana ochiq bo'lganda urib ketadi. Olib ketadi. Ya'ni bizda shunaqa ajoyib narsa urarish bo'lganda qish keldi deguncha o'rab tashlanadi. Salapam bilan o'rab tashlab shunday qilsangiz achib o'ziga o'ynab bilasiz. Gaz oladi. Biogaz degan narsa. Biogaz oladi. Yaxshi aka, xudo xolisa xalqimizga yaxshi ma'lumotlar berishga umid qilamiz. Endi qishga to'g'risida-da. Endi bularga ukor, haligi semitradigan qildirmaysiz, qildirishga ham yo'q menimcha, turishing. Yo'q. Unaqa ukor qilmay, ortiqcha pul sarflamay, o'shani puliga yem olib beradi. Ha, masalan, hozir bitta mana shu molga-ki, ukor qildiramazsangiz 50 ming so'm ukor ketadi semitradigan.
10 ta molingizga 500 ming so'm. 1 million pul olarkan bitta doktor kelsa. Ha 1 millionga da ozgina qo'shsam 5 qop dori olaman. 5 qop 5 qop nima olaman? 5 qop yeb olasiz. Juda ko'raman. Xo'p aka, endi u bitta bilan qutulmaysizda. Buni avtori bor 3 marta. Bu degan 3 million pul. 3 million pul qovoga 3 ta degani men javob beraman. 3 million pul qovoga uchib ketdi. Undan biz shu ukoriga emas, buni ozuqasiga sarflab qo'ydik, yaxshi qilib qo'yaylik. Tamom. O'zi bu mol shu Ulug'bek akamiz aytgandek, ustozimiz Ulug'bek Davlatovich, Ismoil aka, Ismoil Jo'rayev, ustozlarimiz, Sanjar Mahkamov bor, idaralar jamoasi. Biz ham bilib tug'ilmaganmiz. Biz ham shulardan o'rganib turib, o'zimizni, xonadonimizni, chorvamizni natijasini ko'rib turib xalqqa tavsiya qilamiz-da. Ko'pchilik "Sen blogersan, aka men haliga bir blogerlarga o'xshab atalar bilan zo'r semiryapti ekan, ertasiga kifani bersa zo'r semiryapti ekan" deydigan bo'lamasman-da. Xalqqa faqat shu ratsionni tavsiya qilaman, bo'ldi. Ertaga o'zi po'choq beringlar zo'r semir ekan deyish u xato narsa-da. Odamga ham bitta yo'nalish bo'lish kerak. To'g'rimi aka? Endi xalq ham bitta o'ylaydi, dabba deydi, kecha atalarni maqtab chiqdi, bugun o'zi po'choq maqtab, bugun buni maqtab deb degan fikr uyg'otmaslik uchun o'sha biz Xudo yo'ldan adashtirmasak, bitta yo'ldan Xudo qolsa, bizning maqsadimiz bu tabiatan o'zi chorva semiradigan narsa. Ukor qilish shart emas. Tabiatan yaxshi ozuqa bersangiz, mol semiradigan narsa. Endi Yevropa davlatlarida mana shu molga bitta antibiotik ukor qilindi. 3 oygacha bu molni so'yish mumkin emas ekan. Go'shtini yeyish yaroqsiz hisoblanar ekan. Xo'p, agar sigir bo'ladigan bo'lsa 3 oygacha sog'ib turib to'kib yurar ekan yoki bolalariga beraverar ekanda. Ichish mumkin emas ekan. Bizda uni esa sirazi ukor qilib sut ko'payadi. Qarang, ukor qilib sut ko'payadi deyapti-da odamlar. Men ko'rib turib, to'g'ri ilgari biz ham ukor qilganmiz. Shu ahmoqgarchilik bo'lgan-ku, hozir internetda ko'rsangiz ukor qilsangiz sut ko'payadi deyapti. Va nabarodki ukor qilingan sutni mol ichavermaydi-ki, o'shaning uchun bu kelajak avlodga ham ta'siri bor-da. Buni go'shtini Rossiyadan kelib urus yemaydi yoki Koreyadan kelib Xitoy yemaydi, buni o'zimiz yeymiz. Kelajak avlodimiz. Chunki mollarni qanchalik biz to'g'ri, yaxshi ratsionni boqasak, biz xalqimizga sifatli go'sht mahsulotini yetkazib beramiz. Tabiiy ozuqa. Tabiiy ozuqa mana. Biz aslida bizni niyatimiz ham shu-ku, hamma niyati shu. Tabiiylikni nima yetsin, to'g'rimi? Shu. Hozir tomoq og'rig'iga, yo'tallarga ham hamma odamlardan sizga rivojlanib boryapti-da. Tabiiy narsa bilan davolash odam o'zining hayotida ham bo'lyapti, to'g'rimi? O'shaning hisobiga tabiiy yo'l bilan boqqan yaxshi. Akalar, xudo xolisa qo'limizdan kelganicha akamizdan to'liq ma'lumot olib berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menga ham aynaqa buqalar boqish nasib qilsin, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. O'zi ham bir yarim soat o'tib ketdi shekilli.